Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining Abdullah xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l projekti qaytadan boshlandi. Angliya Oliy sudining Dunyo Uyg'ur qurultiyining arzini rad qilganligiga xalqaro jamiyatdan e'tiroz keldi. Sharq Turkistondagi lagerlar rasmiy turmalarga aylantirilib, tutqunlar uzun yillik qamoq jazosiga hukm qilinmoqda. Uyg'ur majburiy emlikining oldini olish qonuni kuchini joriy qildirmoqda. Xitoy Afg'onistonda tahdidga duch kelmoqda. Tövəndəki xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Asiya Times Tour'un 23 yanvardaki xabari göre 19 yanvar Qırğızistan Transport Ministerligi Özbekistan Tömür Yolları şirketining vakillerinin Xitoy Özbekistan Qırğızistan Tömür Yolu projektini moslashtirish ishxonasining ochilish murosimiga qatnashish uchun Qirg'izistonga kelganligini jakarlagan. Egilishicha O'zbekiston vakillari yetib kelishini ilgirlab 180 nafar Xitoy mutaxassis bultur 8 oydan boshlab Qirg'izistonlik injenerlar bilan hamkorlashib Xitoy O'zbekiston Qirg'iziston Tömür Yolu projektining tayyorlik xizmatlarini ishlashga boshlagan. Mazkur temir yo'lni yasash tasavvuri 1990-yillarning o'rtalarida boshlangan bo'lib, bu temir yo'lning umumiy uzunligining 523 kilometr bo'lishi mo'ljallangan. Buning ichida 213 kilometr Xitoy ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonda, 260 kilometr Qirg'izistonda, 50 kilometr O'zbekistonda bo'ldi ekan. Bu projektning Qirg'izistondagi bo'ligi eng murakkab bo'lib, jami 90 tonnalni va nurg'un tik hangba bo'laklarni, jumladan To'rg'at eg'izini o'z ichiga oldi ekan. Mutaxassislar Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishidan keyin yuz bergan ta'minot liniyasining uzilib qolishini mazkur temir yo'l projektining qaytadan boshlanishiga turtki bo'lgan asosli omillardan biri deb qarashmoqda. George Staley Tour'un 24 yanvardagi xabariga ko'ra, Angliyadagi Xalqaro qonun harakat to'g'ri nomli kishilik huquq tashkiloti Angliya Oliy sudining Dunyo Uyg'ur qurultiyi Angliya hukumati ustidan sungan arzini rad qilganlikdan qattiq umidsizlanganligini bildirgan. Mazkur tashkilotning bildirishicha, Angliya hukumati Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning majburiy emgak chetishliq yoki emasligini tekshirishga qodir turliq. Buni tekshirgili olmaganlik uchun aslida sud mahkamasi Dunyo Uyg'ur qurultiyining arz talabini yo'lliq deb qarash kerak edi. Mazkur tashkilot o'zining Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan birlashib e'lon qilgan bayonotida shunday degan. Biz sudning Angliya hukumatining to'liq o'ylangandan keyingi Sharq Turkistondan import qilingan mallarning majburiy emgak chetishliq yoki emasligini tekshirmaslik to'g'risidagi tutumini qabul qilganligidan bak umidsizlandik. Bu mundaq bir vaziyat paydo qildiki, import qiluvchilar majburiy emgak mahsulotlari uchun bozor bahosini topshirsalar, hatto bu mahsulotlarning vahshiy jinoyatlarning mahsulot ekanligini bildirgan taqdirdami, bularni sotib olganlik uchun ayblanmaydi. Hukumatning tutumi Angliyani xalqaroliq g'ayri turga, insoniyatga qarshi jinoyatning va irqiy qirg'inchilikning mahsuli bo'lmish mallarni import qiluvchilarning bexatar panohgohiga aylantirdi. Republic World Tour'un 25 yanvardagi xabariga ko'ra, Chet el ishlari jurnalida xabar qilinishicha, Sharq Turkistondagi lagerlarning nurg'uni rasmiy turmalarga aylantirilgan va tutqunlar uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan. Yana nurg'un tutqunlar Sharq Turkistonning ichki-sirtidagi zavodlarga yetkilib, majburiy ishga solingan. Chet eldagi ba'zi Uyg'urlar vatandagi urug' tuqqanlarning lagerdan uylariga qaytib kelgan bo'lsa-mu, lekin uylarda rejim ostida yashayotganligini bildirishgan. Buningdan sirt bir qancha ilgari Sharq Turkistonning janubini urush rayoniga o'xshatib qo'ygan tekshirish punktlari va harbiylarning chorlashlari hozir to'lim oz ko'rilgan. Lekin bu hargizmi Xitoyning bu rayondagi qamalni bo'shatganligining ifodasi bo'lmasdan, aksicha favqulodda taraqqiy qilgan yuz tonish texnikasi va iz qo'g'lash yumshoq detaldan shakllangan raqamlik nazorat sistemasining bu bo'shliqni to'ldira oladiganligiga ishonganligining ifodasi ekan. Fox xabarlar to'g'rining 26 yanvardagi xabariga ko'ra, Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining bayonotchisining bildirishicha, Uyg'ur majburiy emlikining oldini olish qonuni bultur 6-oyda ijro qilinishga boshlagandan tortib bu yil 1-oygacha jami 2692 paraxot mal mazkur qonun xiloflik qilgan bo'lishi mumkin deb qarab tutib tekshirilgan bo'lib, ularning umumiy qiymati 817 million 466 ming 570 dollarga yetgan. Ma'lum bo'lishicha, inchiklab tekshirish uchun tutib qilingan bu mallarning yarmiga yaqini quyosh energiyasi taxtalari yoki quyosh energiyasi sohasida ishlatiladigan zapchastlar. 6dan biri kiyim-kechak ekan. Shundaqla tekshirish uchun tutib qilingan mahsulotlarning taxminan 3dan biri mas'ul yo'q deb qaralib qo'yib berilgan. Nikkei Asiya Tour'un 26 yanvardagi xabariga ko'ra, Taliban hokimiyati bu oyning boshlarida Xitoyning atalmış O'rta Osiyo neft tabiiy gaz shirkati bilan Afg'onistonning g'arbiy shimolidagi Amu daryosi neftligida neft qazish to'xtami imzolashgan edi.
Shundaqla Xitoyning yana Kabulning sharqiy janubiga 40 kilometr keladigan mis aynak mis kenini ichish xususida Taliban doiralari bilan suhbatlashayotganligi ma'lum. Halbuki Xitoyning Afg'onistondagi iqtisodiy faoliyatlarining jonlanishi Iroq va Sham Islom davlat tashkilotining Xorason sho'bisining diqqatini tortgan hamda ularning Xitoyga qarshi bayonotlari va harakatlari barg'ansir ko'payishga boshlagan. Masalan, mazkur tashkilot bultur 9-oyda o'zining Xorason degan jurnalda Xitoyning jahongirlik xam xiyoli nomli obzor e'lon qilib, Xitoyning musulmonlarning zaminidagi boyliqlarga ko'z tikishi va Sharq Turkistondagi Uyg'urlar qilgan zulmlari uning mazkur tashkilot bilan to'qinishiga sabab bo'ladi deb ogohlantirgan. Bultur 12-oyda mazkur tashkilot yana Xitoy fuqarolar ko'p boradigan Kabul mehmon saroyiga hujum qilgan. Bu oyda Afg'onistonning diplomatiya ministrligi qilingan hujum aslida mazkur ministrlikning ichidagi Xitoy vakillari o'mga qartilgan deb faraz qilingan bo'lsa-mu, ammo bu nuqta texnik aniq dalillanmagan. Mazkur tashkilotning hokimiyat beshidagi Taliban bilan ideologiyalik ziddiyat mavjud bo'lib, ular Talibanni betaraf pochto millatchilari, o'zining siyosiy ta'siridan foydalanib zulmga uchragan Uyg'urlarga yordam qilishni xohlamaydi deb ayblagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.